Amaliyotda bularning hammasi inson uchun bo'lmas bo'lmaydigan bir-biridan muhim ne'matlardir. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Allohning biz musulmonlarga ato qilgan katta ne'matlardan biri bo'lgan bu ulug' Ramazon oyida turibmiz. Alloh taolo bu oydan gunohlarimiz mag'firat qilingan holatda chiqishimizni nasib qilsin. Men bugun yaratuvchimizning bizga ato qilgan son-sanoqsiz ne'matlar haqida qisqacha to'xtalmoqdaman. Ne'mat so'zi tilg'ilganda har kimning kallasiga har xil narsalar kelishi muqarrar. Ba'zilarning kallasiga vaqt oltindan qimmat, vaqtdan ketdi, baxtdan ketdi degan hikmatli so'zga asosan vaqt ne'mati kelsa, ba'zilarning kallasiga bizlar mahrum qolganligimiz uchun yurtlarda sarson bo'lib yurgan vatan kelishi mumkin. Yana ba'zilarning kallasiga mo'minlarning sifatlaridan biri bo'lgan iymondan chiqib ketishni o'tib tashlangandimi bak yomon ko'rdi degan hadisga asosan iymon ne'mati kelishi mumkin. Amaliyotda bularning hammasi inson uchun bo'lmas bo'lmaydigan bir-biridan muhim ne'matlardir. Alloh taolo Qur'on Karimda va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha innalloha lag'afurur rahim. Agar Allohning sizlarga bergan ne'matini sanasanglar, uning hisobini elib bo'la olmaysizlar. Shubhisizki, Alloh sizlarning bu jihatdagi yetersizliklarni albatta mag'firat qilmoqchidir. Bandalarga mehribondir deydi. Biz Allohning bandalarga ato qilgan ne'matlarini sanab tugatib bo'la olmaymiz. Chunki Alloh taolo insonni yaratgandan tortib hayotini oxirlashtirgan qadar ato qilgan har bir narsa insonga berilgan ne'matdir. Biz erishgan barcha imkoniyat va ixtiyorlarmi ham ne'matdir. Ajaba biz bu ne'matlarning nima uchun berilganligini o'ylab baqdikmi? Qur'on Karimga nazar tashlaydigan bo'lsak, Alloh taolo nurg'un oyatlarda bandalarga ato qilgan turli ne'matlarni tilga olgandan keyin bu ne'matlarning insonni sinash uchun, dunyo hayotida imtihon uchun ato qilganligini tilga oladi. Amaliyotda o'zining yaratilish maqsadining ibodat qilish ekanligini to'g'ri ravishda tushungan bir musulmon uchun o'ziga ato qilingan har bir ne'matning imtihon uchun ekanligi intayin tushunishli bir hukm. Chunki musulmon banda shu imtihondan o'tishga teshqanda hayotini ibodatga aylantira oladi. Undaqda musulmon kishi o'ziga ato qilingan shu ne'matlarning imtihonidan qanday o'tadi? Eng katta ne'matlardan biri bo'lgan iymon ne'mati ato qilingan bir musulmon iymonini shirkdan, nifoqdan, turli bid'atlardan qo'g'dash uchun har vaqt tirishi orqali Allohning imtihonidan o'tsa, ilm ne'mati berilgan olim, ulamo ilmini o'z xalqini millat farzandlarini tarbiyalash, millatini ilmsizlikdan qutuldirish, asoratdan qutuldirishga ishiltish orqali imtihondan o'tadi. Mol dunyo berilgan bir musulmonmi berilgan mol dunyoning zakatini ayirish, uningdan sirt Alloh yo'lida xayrli ishlarga sarf qilish orqali imtihondan o'tadi. Undaqda musulmonlarning o'ziga ato qilingan turli ne'matlarning manbasiga qarata tushunchasi qanday bo'lishi kerak? Alloh taolo bu haqda alam taro annalloha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. Bilmemsizler ki Allah asmanlardaki ve zimindeki hemen sizlerge boysundurup verdi. Yani sizlerin paydalanışınlarına muvaffaklaştırıp verdi. Sizlerge aşkara ve yoşurun. Yani maddi ve manevi nimetlerini kemalet yetkizip verdi. Bazı kişiler hiç kandak ilimsiz, hidayetsiz ve nurluk kitapsız halde Allah hakkında ciddelleşiyor deydi. Demek Allah'ın ato qilgan ne'matlar haqqida to'xtalganimizda diqqat qilishimiz kerak bo'lgan eng muhim nuqtalardan biri musulmonlarning o'ziga ato qilingan shu ne'matlarning manbasiga bo'lgan tushunchasidir. Musulmon kishining Allohning ne'matlariga bo'lgan qarshi iymon ne'mati bilan sharaflanmaganlarninkidan tubdan farqli bo'ladi. Ya'ni musulmon kishi o'ziga ato qilingan ilm, mol dunyo, amal mansab va yoki boshqa har qanday ne'matning nuqul o'zining tirishchanligi, aqlliq bo'lganligi, kuchlik bo'lganligi uchun qo'lga kelganligini emas, balki har qanday ne'matning sohibining Alloh ekanligini, Alloh xohlasa turli ne'matlarni ato qilganligini, xohlasa u ne'matlarni tortib olganligini, qanday holati bo'lishidan qat'iy nazar buning Allohning imtihoni ekanligini biladi ve şunun taqazzası bo'yicha harakat qiladi. Mol dunyo berilganlik uchun ko'ranlab ketmaydi. Ayrilib qolganlik uchun o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Ilm berilganlik uchun boshqalardan o'zini ustun tutib kibrlanmaydi. Amal mansabga erishganlik uchun uningdan xohlagancha foydalanib boshqalarga zulm qilmaydi. Balki yuqorida aytib o'tganimizdek ato qilingan ne'matlarning haqqini berish orqali imtihondan o'tishga tirishadi. Aziz qarindoshlar, har kishi ne'matning qadrini ayrilganda biladi. Yoshlik ne'mati yoshligimizdan ayrilib yashanib qolganda, tensoqlik ne'mati kasal bo'lib qolganda, bo'sh vaqt ne'mati aldirashchilik boshlanganda, boylik ne'mati boyliqidan ayrılıp kambag'allashib ketganda, oila ne'mati musafir bo'lib sarsonlikda yurganda, shundaqla erkinlik ne'mati hurlikdan ayrilib mahbus bo'lganda texmi bilindi. Ammo bizdan talab qilinigini qo'limizda bor ne'matlarni qadrlash va asrash, shundaqla bu ne'matlarning siniqida loyiqida o'tib Allohning oldida yerga qarab qolmaslikdir. Shunga ne'matlarni qadrlaylik va shunga loyiq amal qilaylik. Ulug' Alloh Ramazon oyida qilgan amallarimizni qabul qilsin. Hammamizni ato qilgan ne'matlarga loyiq shukr eta oladigan bandalardan bo'lishini nasib qilsin.